sokin insonlarning kuchli ichki dunyosi. Kimnidir har doim tinch, nihoyatda mehribon va mojarolardan qochadigan odam sifatida ko'rsangiz, hushyor bo'ling. Bunday inson hamma narsani payqaydi. U sukut saqlaydi, chunki biladi, g'azabini chiqaradigan bo'lsa, bu kimnidir azoblantiradi. Shu sababli u ichida bor narsani ushlab qolishni va tinchlikni afzal ko'radi. Hatto bu ba'zida o'ziga og'irlik qilsa ham. Ammo bir kuni kelib u portlasa, haqiqiy bo'ron boshlanadi va bu g'azabni uyg'otgan inson uning to'liq qudratini his qiladi. Bu odamlar tinchlik qadrini yaxshi bilishadi va shuning uchun uni qadrlashadi. Lekin har narsaning chegarasi bor. Har bir insonning sabr kosasi bor. Bunday insonlarning esa ushbu kosasi boshqalarga qaraganda kattaroq bo'ladi. Ammo bu chegaradan oshilganida haqiqiy bo'ronni kuting. Shuning uchun ularni hurmat qiling. Ularning xotirjamligini e'tiborsizlik yoki zaiflik deb qabul qilmang. Har bir tinch tabassum ortida sizni hayratga soladigan kuch va qat'iyat yashiringan bo'ladi. Bunday insonlar bilan yonma-yon bo'lish yaxshiroq, ulardan saboq olish uchun. Agar ular bilan aloqani yo'qotsangiz, ehtimol ularni boshqa hech qachon ko'rmasligingiz mumkin. Ammo ular bilan bog'langan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Siz har kuni aqlan o'smoqdasiz.